Salam qeyrindaşlar, tüvende hazır Xitayning jazo lagerida yetayotgan Uyg'urlarning yana bir suyimli qizi shoira Chimangul Avudning do'sti Salima A. Kamalga atab yozgan she'rni diqqatingizga sunamiz. Mikrofon oldida Ramila Abdimet. She'r Chimanqush Salima. Sen yastıqlarım bilen qo'shib quchoqlaysan meni xiyolingda. Sening ho'ylandagi gullar to'kiladi mening oromimga. Sening hayojoningni men seziman, qirqim chachlaringni bog'dab keziman. Ikkimizning ko'zdan to'kilgan marjonlarni bir yeshil yipqa tiziman. Kim deydi bizni ikki yerda deb? Azabımızmı baraqsan bo'lib bildi ko'klab. Men bo'g'zingdagi yig'idek issiq, sen qaravatgan dengizdek cho'nqur, sen mening osmonimdek ko'k muhabbat tevrigidagi mangulik putuk. 2016 yili Qashqar.